Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Baytul Maqdisga olib borilish hikmati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Isro va Me'roj kechasida avvalo Baytul Maqdisga olib borilib, so'ngra samoga ko'tarilishlarining hikmati haqida quyidagilar bayon qilingan. Baytul Maqdisga olib borilishida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Me'roj haqidagi so'zlarining rost ekanini izhor etish hikmati bor. Quraysh Baytul Maqdisning vasfi haqida so'rashganida u zot vasfini keltirib, ularning yo'lda kelayotgan karvonlari haqida ham xabar berganlar. Agar u zotning samoga ko'tarilishlari to'g'ri Makka orqali bo'lganda edi, o'sha narsa hosil bo'lmay qolardi. Chunki agar samoda yuz bergan voqeaning o'zinigina xabar berganlarida samodagi narsani ularga ko'rsatishning iloji bo'lmasdi. Ammo ular Baytul Maqdisni ko'rgan edilar. Shu sababli o'rtada Baytul Maqdis haqida savol-javob bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyg'oq holatlarida jismonan samoga ko'tarilganlariga ushbu oyat ham dalil bo'ladi. Astaizu billah. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sadaqallohul azim. Va dar haqiqat uni boshqa safar ko'rdi. Sidratul muntaho tugash daraxti oldida. Uning huzurida ma'vo jannati bor. Najm surasi 13-15 oyatlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Jabroil alayhissalomni Sidratul Muntahoda ko'rishlari uchun u zot o'sha joyga va Jannatul Ma'voga borgan bo'lishlari kerak. Mashhur vatandoshimiz Najmiddin Nasafiy Isro va Me'roj haqida shunday yozgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyg'oqlikda jismonan samoga ko'tarilishlari, so'ngra Alloh xohlagan oliylikka yuksalishlari haqdir. Alloma Taftazoni mazkur matnlarni quyidagicha sharhlagan. Masjidul Haromdan Baytul Maqdisga qilingan Isro Qur'on bilan sobit bo'lgan xabardir. Yerdan samoga ko'tarilishlari mashhur xabardir. Mashhur lug'atda taniqli, dong taratgan kabi ma'nolarni anglatadi. Hadis ilmi istilohida esa har bir tabaqada 3 va undan ortiq kishilar rivoyat qilgan, lekin mutavotir darajasiga yetmagan xabar mashhur deyiladi. Samodan jannatga yo arshga yo undan boshqa joyga ko'tarilishlari ohod xabardir. Ohod lug'atda birlar ma'nosini anglatadi. Shu ma'noda xobarul vohid deyilganda bir kishi rivoyat qilgan xabar tushuniladi. Istilohda esa mutavotirning shartlarini o'zida jamlay olmagan xabar ohod deyiladi. So'ngra to'g'risi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbilarini qalblari bilan ko'rganlaridir, ko'zlari bilan ko'rganlari emas. Sofiyur Rahman Muborak Furi Rohiqul Maxtum kitobida Isro va Me'roj voqeasi qachon sodir bo'lgani to'g'risida aytilgan quyidagi 6 xil qarashni keltirgan. Birinchisi, Isro Alloh taolo u zotni nubuvvatga musharraf etgan yili bo'lgan. Ikkinchisi, payg'ambar bo'lganlaridan 5 yil keyin bo'lgan. Uchinchisi, nubuvvatning 10-yilida Rajab oyining 27-kechasida bo'lgan. To'rtinchisi, hijratdan 16 oy oldin nubuvvatning 12-yilida Ramazon oyida bo'lgan. Beshinchisi, hijratdan 1 yil va 2 oy oldin nubuvvatning 13-yilida Muharram oyida bo'lgan. Oltinchisi, hijratdan 1 yil oldin nubuvvatning 13-yilida Robiul Avval oyida bo'lgan. Keyin so'zida davom etib, Isro surasida Isro qissasi bitta oyatda zikr qilingani, so'ngra Bani Isroil
va ularning buzg'unchiliklari haqida so'z yuritilgandan keyin Qur'onning eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi haqidagi xabar berilgani hamda bu oyatlarning oralig'idagi bog'liqliklar va ularning hikmatlari haqida atroflicha so'z yuritib, oxirida ushbu hikmatlarga ko'ra Isro birinchi Aqaba bay'atidan salgina oldin yoki ikki Aqaba bay'atlarining orasida bo'lgan degan. Ushbularga ko'ra Isro va Merojning qachon sodir bo'lgani to'g'risida qat'iy bir fikr aytilmaydi. Ammo aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga tunda sayr qildirilganlarini Alloh taoloning o'zi xabar bergan. Isrodan so'ng o'sha kechaning o'zida Masjidul Aqsodan oliy samolarga, keyin Sidratul Muntahoga ko'tarilganlarini, so'ng o'sha kechaning bir qismidayoq Masjidul Aqsoga qaytganlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari xabar berganlar. Shunga ko'ra, Isro Qur'on oyati bilan sobit bo'lgani uchun uni inkor qilgan kishi kofir bo'ladi. Meroj esa hadislar bilan sobit bo'lgani uchun uni inkor qilgan bid'atchi va adashuvchi sanaladi. Sofi Allohyor bobomiz Meroj to'g'risidagi e'tiqodni bayt orqali qisqa va lo'nda qilib shunday bayon qilgan. Yaqin bilgil ani Merojin ey yor, tani birla edi ham erdi bedor. Habibin har nechuk qilsa sarafroz, Xudoni rahmati ko'pdir emas oz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Meroj kechasida uyg'oq holatda tanalari bilan samoga ko'tarilganlarini haq deb bilgin. Zero Alloh taolo o'zining suyukli bandasini xohlaganicha izzat ikrom qilishi mumkin. Buning hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.